Bu taomga Bakuga borganimda oshiq bo'lganman. Ozarbayjoncha osh retsepti. Sariyog'da go'sht hamda piyozni qovurib olamiz. Qovurilgach, tuz, mayiz, quritilgan o'rik hamda suv solib, past qilib dimlab qo'yamiz. Basmati guruchini yuvib, suv, tuz, kurkuma, sariyog' solamiz. Suv tortilgach, pasaytirib 10 daqiqa dimlab olamiz. Bu orada zirvagimiz ham tayyor bo'ladi. Suvini yaxshilab tortirib yuborasiz. Tayyor lavash xamirlarini kesib, eritilgan sariyog'ga belab, ko'rsatilgandek qilib qozonga joylab olamiz. Guruchning 3dan 1 qismini solamiz. Ketidan zirvakni joylaymiz. Qolgan guruchni ham solib, sariyog' bo'lagidan joylab, ko'rsatilgandek qilib yopib chiqamiz. Yuqori qismiga sariyog'ni surtib, ustidan folgani yopib, pechga pishirish uchun yuboramiz. Bu oshni tayyorlaguncha o'zim ham qizib ketdim. Muzdekina bifresh suvlardan ichib kayfiyatni ko'tarib olamiz. Tayyor bo'lay deganda folgani olib, yana 5 daqiqa duxovkada ushlaymiz. O'zbekona palov yeganda oshqozoni og'riydiganlar ham bu oshni bemalol iste'mol qilishsa bo'ladi. Yoqimli, juda ham yengil hazm bo'ladi. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.